Ben Bemor Saidvaliyev Abdujalil Qo'shkarovich Toshkent farmatsevtika instituti professor lavozimida ishlayman. Shahrimizda tarqalgan viruslar bizni oilamizda cheklab o'tmasdan ozgina o'zini ishini ko'rsatdi. Natijada bir hafta davomida temperaturam ko'tarilib, shifokorlar yordam berishiga qaramasdan temperatura tushmadi. Shu bilan birga bir vaqtni o'zida nafas yetmasligi sodir bo'la boshladi. Shu sababli tezda mana shu Ko'sara shifoxonasiga tezda olib kelishdi. Mana bu yerda qo'shilib muolajalar qilib qabul qildim. Ko'ksara koshonasi juda zamonaviy deb qurilgan. Juda mamnun bo'ldik. Vrachlar ham juda yaxshi muomalada, ovqatlari ham yaxshi, milliy taomlar qilishar ekan. Ko'rib o'tdi, endi shifoxonaga o'taman. Xudo xolasa ertaga tuzib bo'lsam uyga qaytaman. Vrachimizning otlari Zulfiyaxon ancha malakali, tajribali vrach ekanlar. Buni o'zlari ish davomida ko'rsatdilar. Bemor odamlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu Ko'ksaraga kelib shifo olib, sog'lom bo'lib ketishingizni so'raymiz.